Drabilkalarimiz akalar optim joylarga kelganmiz, xudo xolasa. Assalomu alaykum qadrli Shukurlar o'z obunachilari, chorva mol qo'y ishqibozlari. Bugun biz Farg'ona viloyati Yozyovon tumanidamiz. Yana o'sha drabilkalarimizni bir qator akalar ko'rsatgani keldik. Videolarimiz avvalida akalar bittadan like so'raymiz, like'larimiz bepul. Assalomu alaykum, Usmon aka, yaxshimisiz? Tuzimsiz, sog'ligingiz yaxshimi ekan? Charchamang. Olyapsizlarmi aka? Drabilkalarga kelyapmiz aka, yana bir qator ko'rsatgan aka. Optim joyimizda aka, optim. Birinchi qo'l akamiz, xudo xolasa. Shuna 7 xil, 8 xil drabilkalarimiz bor deyapti akamiz. Shunaqa aka, sizga o'xshagan tadbirkorlarimiz ko'paysa, xalqimizga narxlar sinaveradi, xudo xolasa. Arzon bo'lib boraveradi. Bir qator aka tushuntirib o'tamiz endi. Drabilkalarimiz benzinli drabilka, 3 foiz drabilka, 220 drabilkalarimiz bor hozir. Aha. Drabilkalarimizni endi mana 220 lik variantini motorlarini ko'rsatamiz. Motorlari 220 lik bular. 220, mana shu ikkovi ham 220. Bittasi mis motor, bittasi alyumin motor. Aha. Bunimiz alyumin motor, 6,5 kilovat, 3,5 ming oborot. Aslida 4 kilovat, 3,5 ming oborot bo'ladi. Aha. Bunisi mis motor, bu ham 6,5 yoziladi, aslida 4 kilovatli motor bo'ladi. Drabilkalarimizni setkalar haqida tanishtirsak, mana komplektda 4 ta setkasi bor. Qo'y bob, mol bob setkalari. Aha. Bunisi yorma holatda qilib beradi. Bunisi kepay holatda qilib beradi. Bunimiz kepay holat, ha? Bu qator pichoqlarni tanishtirib qo'ysak, mana pichoqlari ikki xil ko'rinishda. Ko'rinishi hisobda bir xil bo'ladi, faqat qalin yuqaligida farqi bor. Mana busi lisli varianti. Aha. Bunisi og'ir mahaviyli varianti. Mahaviyli, ha? Malatka o'ylari qanaqa ekan? Bu nechtadan aka? Malatka o'ylari aka mana shu holatda bo'ladi. 4 tadan 8 ta malatka o'yi bor. Jami 20 ta pichoqlari bor. Yengillikda ham aka, og'irlikda ham bir xil, ha? 4 tadan. Bir xil, ha. Ikkovi bir xil. Drabilkalarimiz mana birinchi yetalashga qulay. Masofaga chiqish kerak bo'ldi. Aha. Setkalarni ham bir qator ko'rsatib qo'yamiz. Yonboshdan, ha? Ishlarini ham bir qator ko'rsataylik, ha? Ishlari ham mana. Ishlari mana shu holatda yursanlar. Chang-panglar urmaydi. Chang-panglar tepaga yurmaydi. Bunimiz donga so'ttali nimaga ham, ha? Universal. Universal. Bug'doy, makka, somon. Ranglari aka har xil rangdan chiqarib beraverar ekansiz-a, xudo xolasa, zakazga qarab. Xohlagan ranglardan chiqarib beraveramiz. Bu drabilkalarimiz pushkali varianti, ventilyatorli varianti. Bu uzoqqa otadi nihoyatda. Masofa uzoqqa. Uzoq masofaga otadi. 8 metr, 10 metrgacha otaveradi. Bularni endi aka bir qator chiqarib ko'rsatib beramizmi, xudo xolasa? Ko'rsatib beramiz. Nimalar chiqarib beramiz aka? Mana bu ko'ramiz. Mardali makka. Aha. Makka. Bunda makka bilan bug'doy aralashmasi bor. Bunisida somon chiqaramiz, qo'y bob setkasida. Bunisida mol bob setkasida qoya, g'o'zapoya, moshqiri, qo'hol chiqarib beramiz aka. Bo'ldi aka. Shularni bir qator chiqarib ko'rsatib beramiz, ha? Aha. Akamizga holat akalar. Bu 6 lik serkada tushgan holati Mardayli akamiz. 6 lik Qo'yib olib, atalab chiqarib beradi. Aha.
Zo'r. Bunisi endi ikki setkasi. Un qilib chiqaradigan setkamiz-da. Aha. Tepa holatdagisi. Kepa qo'rar ekan, avvalcha. Monalarga bular hozir 220. Ha, 220. To'k past joylarda ham ishlaveradi, xudo xolasa. To'kpaz joylarga alyuminli variantni tavsiya Alyuminli. qilamiz. Bular nima hozir? Bular hammasi alyumin variant. Aha, alyumin variant, ha. Alyumin motor bular balandlikda ham, Pastlikda ham ishlab beraveradi. Aha, somon chiqaramiz. Qo'yib ol. Bo'ldi. Qo'yib olib setkada chiqaramiz akalar somonimizni. Usmonali aka, buni ishlashlari ham zo'r ekan, texotlari ham zo'r ekan. Hozir setga yiqilib tushmadi, chiqarib bo'lguncha. Xudo xolasa, mana shu qo'yib ol. Qo'yib ol, kepay qo'yaradi. Zo'r. Bunisida boshqarish, Aha. aralashtirib chiqaramiz. Poxol solishyapti akamiz. Solavering. Aka poyamizni ham solishadi hozir. O'zaqaya solishadi. Gap yo'q. Boshqalar. Gap yo'q aka. Mana akalar, ishlashlarini ko'rdik, hurmatli obunachilar. Holatini qaranglar, poyamizni, somonimizni qaranglar. Gap bo'lishi mumkin emas. Zo'r.
Aka endi xudo xolasa mana drabilkalarni qo'yyapmiz. Aha. Hamma ko'ryapsiz. Narxlari juda qulay, xudo xolasa. Xudo xolasa aka o'ttin joydan bo'lyapti. Bunaqa narxda Bunaqa narxlar zo'r, ha? Zo'r, Yo'q, zo'r. boshqa joylarda yo'qmi aka? Xudo xolasa yo'q. Videoni oldindan aytib qo'yapmiz. Endi narxlarni akamiz hozir bomba qilib yuborishadi, xudo xolasa. Shunaqa tadbirkor akalarimiz ko'paysin. Misol xalqimizga foydasi tegadi. Narxlarni sindirishaveradi, xudo xolasa. Qaysidan boshladik ekan? Nech pul endi? Pullaridan bir qator bularni ko'rsatib bersangiz. 20 lik variantlarimiz aytaylik. Aha, Alyuminli variantlar. alyuminli. Alyuminli variantimiz mana bunaqangi pichoqda bo'lsa, yuqoroq pichoqda Aha. bo'ladigan bo'lsa, o'ttin joyda turibdi. 1 million 900 ming so'm beramiz. 1 million 900. Shunaqa. Agar Gap yo'q. mana shu yengil pichog'imiz misli variantda bo'lsa, Aha, 2 million 100 ming so'm beramiz. 2 million 100 ming. Og'ir mahaviydan deydiganlar bo'lsa, Mhm. mana shu og'ir mahaviy 100 ming so'm qo'shilib qoladi ikkoviga ham. Ikkoviga ham 100 ming so'mdan qo'shilib qoladi. 2 million so'm, 2 million 300 ming, 2 million 200 ming so'm. Buni aka afzalliklari nimada endi hozir bu? Xo'p, ikkovini afzalligi hech qanaqa afzalligi yo'q. Endi kimdir bu narsaga qiziqadigan o'zi muxlislari bor. Aha, Ikkovini chiqarishi ham bir xil. bir xil, ha? Bir xil aka. Pichoqlari ham bir xil. Pichoqlari hamma yo'q bir xil aka. O'sha qalin yuqqaligida farqi bor ekanda lislarini, ha? Endi mana buni tannarxicha qimmatroq tushgani uchun Aha. qimmatroq sotamiz. Aha. Shunaqa. Shunda bunimiz 1 million 900, Bu 1 million 900 ming so'm, agar og'ir pichoqda bo'lsa 2 million so'm bo'ladi. 2 million. Misli varianti 2 million 100 ming, 2 million 200 ming qoladi aka. Usmonalarga dastavkalarchi? Dastavkalar kelishamiz aka. Dastavkalar Bizda endi optim narxi, mana chiqadigan joyi. chiqadigan joyi, optim narxi. Ko'proq olsa qilib beraverasiz. Albatta. Ozroq olsa ham kelishib qolsa qilib beraverasiz. Ko'proq bitta joyga bo'lsa, dastavkalarni iloji bor, kelishtirib beramiz. Mhm. Ozmoz aka xayrini qilib berasa, xudo xolasa aloqaga chiqishaveradi. Aloqaga chiqsa, ozmoz xayrini qilib chiroyli qilib berasa, bu pushkalarimiz-chi aka? Hop, aka bu pushkali variantimiz. Aha. Alyumin motor, titan motor. Mhm. Hop, bunimizning narxi 3 million 300 ming so'm. 3 million 300 ming so'm. Hop, bunisi misli varianti. Misli variant. Bunisi 3 million 500 ming so'm. 3 million 500 ming so'm. Zo'r. Hop, endi Yana sizda nima katta yangiliklar bor? drabilkalarimizni ekan? Katta drabilkalarni ham bir qator ko'rsataylik. Boshqacha usulda bular akami? Bu aka tokli varianti. Aha, Misol uchun bu tomondan bu ham universal bo'ladi. aha. O't mahsulotlar solinadi, bu tomondan don solinadi. Don solinadi. ha? Bu ham 4 xil setkasi bo'ladi. Bu qancha tokka ishlaydi? 220? Ha, bu ham 220. 220. Har yo'l motorimiz. 7,5 kilovat, 3,5 ming оборотli bo'ladi. Aha. Bunimizning narxi 4 million 200 ming so'm. 4 million 200 ming so'm. Bu endi kattaroq ferma mollari bor Ha. akalarimizga. 220 ga ishlaydi lekin. Mhm. Bu endi hali Tokio joylarga bu drabilkamiz. Aha. Ko'k joy yo'q joylarga ham akalarimiz mana Benzinli. tayyorlab qo'yishdi. Benzinli. Bu aka benzinni qanaqa yoqadi ekan bu? Rasxod ko'payib ketmaydimi? Soatiga Rasm nagruska bilan ishlasa 1,5 litr atrofida yoqadi. Bu 1,5 litr soatiga. Ha, rasm nagruska bilan ko'proq chiqarsa. Aha. Bunimiz aka necha sekundda chiqarib yuboriladi bir somonni? Hop, aka 1 soatiga 1 minutga bemalol bitta Bitta pressda, bitta somon pressingizni maydalaydi 1 minutda. Zo'r, gap yo'q. Buni ham setkalari 4 ta bo'ladi. Ana shu setkalar. Mol bob, qo'y bob, Mol bob, qo'y bob. yorma, un holatda. Setkalari keyin yonboshdan solinadi. Aha. Qulayliklar. Bunimizning narxi 6 million 500 ming so'm. 6 million 500 ming so'm. Bundan kichkinaroq varianti bor, hozir tugab qoldi. Aha. U necha pulida ekan? Bunisi aka 4 million so'm. 4 million so'm. Bunimizda ham ozgina xayr kami bor, ha? Bor, bor. Xudo xolasa. bor. Aloqaga chiqaverasizlar. Bularimiz aka. Bularimiz aka. Aha. Mana shu komplektida mana bu don chiqaradigan. Tepasiga qatiriladimi? Bu o't chiqaradigan. O't chiqaradigan. Mana shu holatda o't chiqariladi. Aha. Bunimiz 3 faza bo'ladi. 3 faza. asosan. Aha. Buni motori 15 kilovat 3000 оборот bo'ladi. Mhm. Germanskiy mis motor bo'ladi. Mis motor. Bularda ham qulayligi setkalari yonboshdan tushadi. Yonboshdan. Komplektda to'rtta setkasi bor. Buni narxini 8 million so'm qo'yamiz. 8 million so'm. Zo'r ekan. Katta fermasi bor akalarimiz. Katta mol firmalari bor. 150 ta moli bor odamlar bor. Aha. Zo'r, gap yo'q ekan. Bunimizchi? Bu ham 3 faza varianti. Aha. Narigi nimani 220 ni kattalashtirilgan. 220 ni kattalashgan. Komplektda to'rtta setkasi bo'ladi. Aha.
Bu ham baquvvat. 7,5 kilovatlik. Aha. Germanskiy motor, mis motor bu ham. Bunimizning narxini hop 6,5 million so'm qo'yamiz. Bu ham 6,5 million so'm. 6,5. Kami bor aka? Kami bor. Gap yo'q ekan. Narxlarini mana akalar bir qator ko'rdik. Kimgadir bu kerak bo'lsa, kimgadir bu. Akalarimizni hammasidan topiladi. Mana xudo xolasa aloqaga chiqaverasizlar. Narxlarini ham kelishtirib berishadi. Katyollarimiz ham bu Katyollarimiz ham bormi aka? Katyollarimizni ham bir qator ko'rsatib o'tamiz. Bu 152 vatlatli katyolimiz. Aha. Aqlli katyol. Aqlli katyollar. Bu yerda reduktorlar bo'ladi. Bu yerga misol uchun ko'mirda maydalangan misol uchun drabikadan chiqarilyapti, ko'pchilik biladi. Aha. Solinadi. Mayda ko'mir kerak asosan. Havo haydaydigan apparatlar bor, hozir qo'yib bilmadik. 152 kvadratlik. 150 kvadratli. Sutkasiga 30-35 kilo atrofida ko'mir sotiladi. Ko'mir sotiladi. Mayda ko'mir. Buni o'ziga qo'yganlar, o'sha uyga qo'yganlar biladi, bu effekt foydasini, xudo xolasa. Xudo xolasa behisob. Hammamizga, ana shu obunachilarimizga ham, hammamizga shunaqa nasib qilsin, yaxshilaridan. Narxini ham aytib o'tdik bir yo'la. Bu 152 kvadratligimizning narxi 10 million so'm. 10 million, aha. Bu 2 kvadratligi. Aha. Shunaqa, faqat 2 kvadrat kattaroq. Bunimizning narxini ham bu qadar aytib qo'yaylik, 11 million so'm. 11 million so'm. Mana bu yerda 450 kvadratligimiz bor. Aha. Bunisining narxi 18 million so'm. 18 million so'm. Katta joylarga. Xonadonlarga. Ha, xonadonlarga, o'ta katta xonadonlarga. Maktab, bog'chalarga ham, ha? Mana bu yerda granulyatorimiz ham bor, 3 fazalik. 15 kilovat, 3000 oborot. 3 fazaga qiziqadigan granulyator kerak bo'lgan odamlar bo'lsa, aloqaga chiqishaveradi. Buni ham yengildan qilib beramiz. Nech pul aka yengil narx? Bunaga 8 million so'm. 8 million so'm kami bor, ha? Xudo xolasa kelishtirib beramiz. Zo'r gap yo'q ekan. Usmon akaga endi videoning boshidagi aka va'dani bir obunachilarimizga bir yetkazib qo'ying endi. Xo'p, mana shu videomiz xudo xolasa Aha. 1000 ta like, 1000 ta kommentariy yetsa, Aha. o'sha Nechta drabilga sovg'a qilib yuborasiz ekan? xudo xolasa boshlanishiga bitta drabilga sovg'a qilamiz. Gap yo'q. Alloh rozi bo'lsin. Mana akalar o'sha videoni ko'rib, akalar like bosib, kommentariy yozib qo'ysak, xudo xolasa kimgadir o'sha drabilkamizni sovg'a qilishadi akalarimiz. Siz orqali o'sha drabilkali bo'lib qolsa, duo qilishib yurishadi. Xudo xolasa aka drabilkalarimiz uyaltirmaydi, zo'r a. Xudo xolasa behisolar. Endi aka hamma chiqaryapti, o'sha ko'ryapmiz, narxlar aniq, ishlashlari aniq, odamlar hammasini bilib bo'ldi. O'sha endi narxlari, sifatlari, narxiga, sifatiga, drabilkamizga bir yil kafolati bor. aha, Agar bir yil ichida pichoq-michoq sinib yo biron narsa bo'ladigan bo'lsa, bir yil ichida besplatniy besplatni tuzatib ham beraverasiz, a? Gap yo'q ekan. Mana akalar, mana shunaqa tadbirkorlarimiz ko'paysin. Hammamizga, xalqimizga foydasi tegadi. Xudo xolasa, narxlarni sindirishadi. Usmon akaga ishlarga rivoj ekan. Salomat bo'ling. Ishlaringiz rivojini bersin aka. Savdolaringiz yurishib aka. Butun O'zbekiston bo'yicha soting aka, boshqa davlatlarga ham xudo xolasa. Xo'p, akalar, hamma chorvasiga Alloh baraka bersin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Videoda kamchilik, xatolar bo'lsa oldindan uzr so'raymiz. Kanalimizda yangi mehmonlar obuna bo'lib qo'yamiz. Shunda biz kiritib borayotgan videolarni birinchilardan bo'lib ko'rishga muyassar bo'lasizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.